Tojiddin Mirzomiddinov hozirda Ilikjunsoyli umumiy o'rta ta'lim maktabida faoliyat yuritmoqda. 33 yildan beri mazkur maktabda matematika fanidan dars berib kelmoqdaman. U o'quvchilarga matematika fanini chuqur o'rganish muhimligini doimiy ta'kidlab keladi. Barcha fanlarning shohi bu matematika hisoblanadi. Matematikani bilmagan bola boshqa fanni o'zlashtirishga juda qiynaladi. Avvalambor birinchi bo'lib hayotda ham matematika, xohlagan joyga borsangiz ham matematikaga hayot tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'quvchilar matematika o'rganishlari shart. Uning dars uslubi interaktiv va amaliy mashqlar bilan boyitilgan bo'lib, o'quvchilarni fikrlashga, mustaqil yechimlar topishga o'rgatadi. Hozir oldingidan ko'ra ham sharoit yetarli. Sababi hamma narsa bor. Har bir o'quvchi ilgari biz o'qigan davrda darsxona uncha bo'lmasdi. Hozirgi kunda har bir o'quvchining uyida darsxonasi bor. Yetarlicha kitob manbalar yetarli. Qo'shimcha internet tarmoqlaridan foydalanadi. O'quvchilar o'zini ustida ishlash kerak. O'zini fanni bilish uchun o'zini majburlash kerak. Shundagina o'zi talabchan bo'lsa o'quvchi, ana shunda o'zini ko'zlagan natijasiga erishadi. Shu sababli uning shogirdlari turli fan olimpiadalari va tanlovlarda muvaffaqiyat qozongan. Bugungi kungacha qaysi sinfga kirgan bo'lsam, o'sha sinfda tayyorlagan o'quvchilarimni 90% gacha oliygohlarga kirishgan. Bundan tashqari bir qator o'quvchilarim maktablarda matematika fanidan ustozlik qilmoqdalar. Darslarda zamonaviy texnologiyalar va onlayn resurslardan samarali foydalanib, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. O'quvchilarni qiziqtirish maqsadida qo'shimcha mashg'ulotlar o'taman. O'quvchilarni oliygohlarga tayyorlab boraman. O'quvchilarni fan olimpiadalariga tayyorlab boraman. Bir necha qator o'quvchilarim mana shu olimpiadadan sovrinli o'rinlarni egallashgan. Masalan, Nastina va Gulnoza, Odil va Shohsanamlar bilimlar bellashuvida viloyat bosqichida birinchi o'rinni olib, respublika bosqichida ishtirok etishgan. Fan olimpiadalarida Odil va Shohsanam, tuman bosqichida, viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinni olib, respublika bosqichida faxrli o'rinni olgan. U o'quvchilarga kelajakda yetuk shaxs bo'lib yetish uchun amaliy maslahatlar beradi va ota-onalarni hamkorlikka jalb qiladi. Faqat o'qituvchi bilan cheklanib bo'lmaydi, chunki ota-ona mas'uliyatsiz bo'ladigan bo'lsa, hech qachon o'quvchidan yaxshi inson bo'lib chiqmaydi. Chunki ota-ona ham mas'uliyat oshirgan holatda ustozlar bilan bog'langan holatda o'quvchini to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Uning fidokorona mehnati va kasbga sadoqati shogirdlar hayotida yorqin iz qoldirmoqda.